Assalomu alaykum. Bugun biz kvadrat ildizdan qanday qilib qanaqa algoritmda ildiz chiqarishni o'rganamiz. Masalan, sonlarni, masalan 5041 dedik. O'sha 5041 sonni ildiz chiqarishimiz kerak. Biz bilmaymiz hozir. Oldingi videolarimda ko'rsatgandim, yana bir mustahkamlarga bormoqchiman. Demak, guruhlab olamiz ikkilikda. Demak, ikkilikda guruhlab olsak, 50 dan kichkina qanaqa sonning kvadrati 7, 49, ayirsak 1 va 2 da 41 tushadi. 7 dan ikkilanganini mana bu yozamiz. 14. Keyin nechini qo'yib, nechini ayirsak, mana shu 41 bo'ladi. Endi birni qo'yib, birga shu ko'paytirsak, 141 bo'ladi va 0. Bu esa qo'shiladi. Keyin bu yerga yoziladi. Demak, 0 bo'lganda qo'shib o'tmaymiz. Demak, bu 71 ning kvadrati ekan. Demak, xuddi shu algoritm bo'yicha ishlaymiz. Oddiy, masalan, ildiz ostida 10 dedik. 10. Bu o'zi ikkitalangan. 10 dan kichkina sonning kvadrati 3. 3 ning kvadrati 9. Aytsak, demak, necha bo'ladi? 1 bo'ladi. Endi guruhlaganmiz, ikkitadan 0 tushiramiz, ikkitadan 0 tushirsak, demak, mana ikkilanganini bu yoqqa yozamiz 6. Demak, necha qo'yib, bunga ko'paytirsak o'shanga shundan oshib ketadi. 1 qo'yamiz-da. Chunki 1 qo'ysak, demak, 61 bo'ladi. Ko'paytirsak, aytsak 39 bo'ladi. 39. Demak, buni endi qo'shamiz. Qo'shsak, bu 62 bo'ladi. Demak, 39 esa 2 dan tushadi. Bu yerga 1 bor tushadi. Demak, 3/1 ligi aniq bo'ldi. Demak, mana shu qanaqa son qo'ysak, demak 5 qo'ysak 6 kare 5 3 bo'ladi. 7 qo'ysak 6 kare 7 4200 bo'lib ketadi. Shuning uchun 5. 5 qo'ysak 5 kare 5 25 istilda 10 12 1 dilda 60 30 34. Yana bitta qo'yib yorganimizda 6 qo'yganimizda nima bo'ladi? 6 qo'yganimizda ham bo'ladi ekan. Demak, 6 qo'yamiz. 6 kare 6 36 3 dilda 10 12 15 mana 15 demak 6 kare 36 1 dilda 37 bo'ladi. Men mana 6 bo'ldi. Demak, ayirsak 4 9 8 1 biz qo'ydik. Endi buni qo'shamiz. 12 bir dilda 3 6 va 2 dan 0 tushadi. Bu yerga xuddi shunday sonni qo'yib ko'paytirsak shu chiqadi. Demak, shu qilaveradi. Xohlagancha aniqlikda shu algoritmda ishlasak bo'ladi. Hammaga rahmat.